Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan Telegram bot darsliklarini davom ettiramiz. Xo'p, ya'ni Telegram bot birinchi darsligimizdan davom ettiramiz. Birinchi navbatda biz GitHub akkauntimizni yuritib olamiz, ya'ni o'zimizga GitHub akkaunt kerak. GitHub akkaunt nima uchun kerak? Asosan GitHub akkaunt bu dasturchining yuzi hisoblanadi. Birinchi navbatda biz GitHub akkaunt ochishdan boshlaymiz. Bizda ochilgan akkaunt bor, ammo biz yangi akkaunt ochamiz. Mana bizda akkauntimiz. Xo'p, buni deyarli barcha videolarda reklama qilib o'tganmiz, albatta. Mana bu ushbu bizning akkauntimiz. Ya'ni endi misol uchun biz yangi akkaunt ochmoqchimiz. Bizga yangi email kerak bo'ladi, albatta. Bizda email bor. Misol uchun aytaylik, biz bu yerdan bironta emailni tanlaymiz. Xo'p, misol uchun mana shuni tanlaymiz. Bu emailimiz ham ochiq turadi. Bu emailimizga kirib olamiz. Email. Xo'p. Mana bu yerda misol uchun emailimizga yuborilgan xabarlar bor. Bularni vaqtincha o'chirib turaman, bizni chalg'itmaslik uchun albatta. Bizda hozircha emailda hech qanaqa xabar yo'q. GitHubning rasmiy saytiga kirib olamiz. github.com. Boshqa URLlarga kirib yurmaysizlar, albatta, bular fake. Endi bu yerdan sign up, ya'ni biz ro'yxatdan o'tmoqchimiz. Agar sizning hisobingiz bo'ladigan bo'lsa, sign inni bosishingiz mumkin. Biz ro'yxatdan o'tishimiz kerak, sign upni bosamiz albatta. Sign up. Bu yerda email hamda password, username, qaysi davlat yoki regionda so'rayapti, o'shani belgilab ketishimiz kerak. Va birinchi biz misol uchun emailni belgilaymiz. Bizda email mana bu yerda bor. Ushbu emailni kiritamiz albatta. Emailga kiritamiz. Password misol uchun har doim kiritadigan passwordimiz mavjud. Misol uchun bitta username tanladik. Menimcha bu username o'zimizda band. Shu sababli misol uchun 0059 deb belgilaymiz mana. Country, ya'ni regionda biz mana bu yerda misol uchun xo'p, O'zbekistonga o'zgartirib qo'yamiz. O'zbekiston belgilab qo'yamiz mana. Bu yerda email verifikatsiya qilamiz albatta. Continuous davom ettiramiz. Ushbu emailni verifikatsiya qilyapti. Mana bu emailga xabar yuborish kerak aslida. Visit, ya'ni puzzle. Bu yerda akkauntni tasdiqlash uchun, ya'ni robot emasligimizni tasdiqlab berishimiz kerak. Ro'yxat tasdiqlaymiz mana. Bu yerda rasmda ko'rsatilgan shaklda qaysi tarafga qarab burish kerak, ya'ni misol uchun menimcha mana shunday. Xo'p, ketdi. O'tolmadik. O'rgatyapti, ya'ni qanday burish kerakligini, ya'ni misol uchun qanaqadir xatolikka yo'l qo'yadigan bo'lsangiz, qanday qilish kerakligini albatta o'rgatib turadi. Mana try again, ya'ni qaytadan sinab ko'ramiz albatta. Bizga qarab turibdi. Misol uchun birinchi shaklimiz mana bunday. Yana buramiz albatta. Xo'p. Shunga yaqin, ya'ni shakl kerak bo'ladi bizga. Mana bu, ya'ni submit. Bitta bo'ldi. Bizda ikkita uchta beryapti, ko'rgan bo'lsangiz, ya'ni shunga o'xshagan shakl, ya'ni mana. Xuddi joystickda anaqasi. Xo'p, aytayapti, misol uchun bu yerda surnayda olyapti. Bu yerda misol uchun yana qanaqadir shaklni olyapti, lekin bunga yaqin emas. Mana bu yerda aytayapti, ikkita bir-biriga o'xshaydigan shaklni toping deyapti. Mana bu yerda misol uchun kamera. Kamera bunga yaqin emas, ya'ni ikkalasi bir-biriga o'xshamaydi. Bu ham albatta bu ham bir-biriga yaqin emas. Bu ham lekin bu yaqin. Submitni bosamiz albatta. Ya'ni bir-biriga yaqin bo'lgani uchun mana bizda down, ya'ni tasdiqlab berdi hamda emailimizga qanaqadir kod yubordi. Ushbu login parolni hisobimizga saqlab qo'yamiz. Xo'p, mana GitHub akkauntimizga tasdiqlash kodini yubordi. Tasdiqlaymiz albatta. Bu yerdan continuous. Endi username hamda parol orqali kirishingiz mumkin deyapti. Mana bu username hamda parolni kiritamiz. Sign in tugmasini bosamiz. Albatta mana akkauntimiz tayyor. Bu yerda birinchi akkauntimiz yaratilgan vaqtda hech qanaqa ma'lumotlar bo'lmaydi. Ya'ni bu akkauntni misol uchun mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Hech qanaqa repository mavjud emas. Ammo bu yoqdagi repositoriylarimizni ko'radigan bo'lsak, repositoriylarimiz bor, ya'ni bu akkaunt ustimizda ishlaganmiz. Misol uchun bu yerda misol aytayapmiz, mana 2025-yil hisob ro'yxatdan o'tkazilgan, shu paytgacha bitta country qilingan, ya'ni bitta o'zgartirish kiritilgan, qanaqadir proyekt ustida ishlangan deyapti. Ya'ni birinchisi bu hisob ochishga kiradi. Mana bu yerda bizda ham xuddi shunaqa shakllar ketma-ketligi bor. Bizda akkauntimiz 4 yillik, albatta. Mana bu yerda misol uchun 2025-yil, 2024-yil va hokazo 23, 22niki ham mavjud. Kirib ko'rishingiz mumkin, albatta 2025ni ko'ramiz mana. Bu yerda misol uchun aytaylik, birinchi chisloda, ya'ni 1-iyun sanasida 31 ta commit qilingan. Ya'ni bu yaxshi, o'rtacha hisobda yaxshi degan ma'noni beradi. Bunda esa misol uchun
ikkinchi kuni mana ro'yxatdan o'tdi. Birinchi kuni hech qanaqa o'zgartirish kiritgani yo'q, ya'ni now. Endi bunga repository yuklashimiz kerak. Repository yuklash uchun ikkita yo'li bor. Birinchisi Git orqali, ikkinchisi esa GitHubda Detscope programmasi orqali. Misol uchun mana bu programmani tavsiya qilgan bo'lar edim. Mana bu programmani o'rnatib qo'yishingizni albatta. Bu programma nima uchun? Aytaylik, siz qanaqadir loyiha ustida ishlatgan vaqtingizda qanaqa o'zgartirishlar kirityapsiz, shularni misol uchun test qilib ko'rish va hokazo shunga o'xshagan ma'lumotlarni bittada ko'rib boshqarib ketishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda hozir hech qanaqa o'zgartirish kiritganimiz yo'q. Misol uchun mana shu loyihamizga qanaqadir o'zgartirish kiritadigan bo'lsak, mana bu yerda Visual Studio orqali ochib qanaqadir qismini, misol oddiygina bo'sh joy tashlaydigan bo'lsak ham mana bu yerda Visual Studio yopib qo'yaveramiz. Ya'ni o'zgartirish kiritdik. Fetch qilamiz albatta. Ozgina kutamiz. Menimcha buni qabul qilmadi. Xo'p, bu yerda misol uchun serverda emas, aytaylik paket JSON mana misol uchun qanaqadir o'zgartirish kiritib ko'ramiz. Aytaylik mana oxirida bo'sh joy tashlab ko'ramiz. Bizda bo'sh joy tashladik, mana GitHubimizga qaytsak, ikkita o'zgartirish kiritildi mana. Oxirida bo'sh joy qo'shildi. Agar olinadigan bo'lsa, olindi, ya'ni qizil bilan belgilab ko'rsatadi. Endi misol uchun bu o'zgartirish haqida yangilanish deb belgilab ketishimiz mumkin. Mana yangilanish deb commit qilamiz. Again push repository. Ya'ni shunday qilib misol uchun mana bu yerda statistikamizni ko'tarishimiz mumkin. Endi bu yerda bo'ldi. Ya'ni bizda hozirgina akkauntimiz tayyor. Bu yerda misol uchun akkauntdan chiqib ketamiz, optiondan mana bu akkauntdan sign out qilib chiqib ketamiz. Chiqib ketdik. Endi bu dasturni o'rnatishdan boshlab ko'ramiz. Ya'ni bu dastur albatta bizga o'rnatish kerak. Albatta birinchi bu dastur boshlang'ich, ya'ni kompyuterga birinchi Windows o'rnatilgan vaqtda bu dasturlar bo'lmaydi. Standart dasturlar hisoblanadi. Buni o'rnatish uchun qidiruvga GitHub Detscope deb qidiramiz. Download deb belgilab ham ketsak ham bo'ladi. Download GitHub Detscope ni bosamiz albatta. Bu yerdan download for Windows uchun, albatta bu yerda boshqa macOS uchun ham yuklab olishingiz mumkin. Hech qanaqa xatoliklarsiz. Windows, ya'ni Windowsni misol uchun 7 versiyasidan yuqorisini yuklab olishimiz mumkin. Mana bizda yuklash jarayoni boshlandi. Bu bir necha soniya vaqtni oladi albatta. Bu yuklab bo'ldi albatta. Executable bo'lgani uchun buni shunchaki oddiygina dastur sifatida o'rnatamiz. Bu page'imizni yopib qo'yamiz. Bizda dastur o'rnatilgan, Windowsda dasturlar o'rnatish ketma-ketligini bilamiz, ya'ni next. Oxirida ustanaydi albatta. Buni ham xuddi shunday qilib o'rnatishimiz mumkin. Endi o'rnatilgan vaqtda birinchi bizda paydo bo'ladigan oyna hisobingizga kiring yoki ro'yxatdan o'ting degan oyna qabul qilinadi. Ya'ni misol uchun ro'yxatdan o'tish hamda hisobga kirish. Bu yerda biz hisobga kirib, misol uchun shu joydan ulashimiz mumkin. Ulashda xuddi shunday ketma-ketlikda o'rgatib ketaman. Optionaldan sign out bosgan vaqtimizda commit device browser orqali ulanadi albatta. Mana bizning browserimiz akkauntga kirib turgani uchun to'g'ridan-to'g'ri ulab ketamiz. Shuni o'ylaysanmi deyapti. Yo'q, biz buni emas. Biz mana buni ulamoqchimiz. Mana bu hisobimizga kirmoqchimiz albatta. Buni ulash buyrug'ini bosamiz. Open GitHub Detscope ochamiz mana. Biroz kutamiz, mana GitHub Detscope ulandi. Bo'ldi, hech qanaqa xatoliklarsiz ulab oldik. Endi misol uchun bir-birimizga podpiska degan narsa ham bor. Aytaylik, misol uchun men o'zim hisobimni qidirib, shu hisobga misol uchun podpiska ham tashlashim mumkin. Aytaylik, mana o'zimizning hisob raqamimiz. Bu yerda misol uchun o'sha hisobga podpiska ham tashlashimiz mumkin. Bu albatta bir-birimizni kuzatishimizni oshiradi hamda bir-birimizni misol uchun proyektlar almashuvini yo'lga qo'yadi. Bu juda ham yaxshi. Shu sababli bu dasturchining yuzi deb hisoblangan. Endi bu biz akkauntimizga kerak emas. Bu hisobni yopamiz. Albatta biz bu bilan ishlaymiz. Ya'ni shu joyda ulab ketamiz. Bizda eng yuqoriga chiqadigan bo'lsak, repositories bo'limi bor. Repositories bo'limida mana eng oxirgi proyektimiz itk blog IP. Biz yangi repository qo'shmoqchimiz. Misol uchun bunda repository qo'shish juda ham oson. Misol uchun biz birinchi o'sha faylimizga kiramiz. Menda loyihalar uchun alohida disk bor, GitHub uchun alohida bu yerdan yangi papka ochaman. Misol uchun aytaylik, bu yerda har bitta loyiham uchun bittadan papka ochganman. Bu yerda misol qanaqadir loyiha papkasini ochishimiz kerak. O'sha loyihamiz nomi, misol uchun aytaylik, Telegram bot lessons deb belgilab ketamiz mana. Kiraman, o'sha papkamizni ichiga. Misol uchun bizda endi darsliklar bo'lgani uchun birinchi, ikkinchi, uchinchi darsliklarga bo'linadi. Shu sababli ular uchun ham alohida papka ochamiz. Misol uchun birinchi dars oldiga 0 qo'yib ketamiz. Bu shunchaki sortirovka qilish uchun 0 birinchi dars. Ayoq ram
bilan ishlash. Birinchi tanishish deylik. Aiogram bilan tanishuv hamda u bilan ishlash. Xo'p, birinchi papkamiz nomi shu bo'ldi. Endi buni ichiga kiradigan bo'lsak, hech qanaqa narsa yo'q. Bu uchun endi ma'lumotni o'zimiz qo'shishimiz kerak. Uning uchun bizda mana bu yerda misol uchun doimiy ravishda kerak bo'ladigan narsa e'tibor bering sizlar, ya'ni men mana bu umumiy proyektni GitHub Desktopga yuboraman. Mana shuni belgilab siljitamiz albatta boshqa joyga. GitHub Desktopga o'tamanda qo'yib yuboraman. Bu aytyapti, shu joyga men paketni yuklab olaman deyapti. Xo'p, rozimiz add repository qo'shish sifatida. Bu aytyapti, senda hech qanaqa repository yo'q ekan, bunaqa nomli deyapti. Xo'p, bizda yo'q, albatta yangi yaratmoqchimiz. Create an repository ni bosamiz. Mana bunga ptechka qo'yib ketishni maslahat bergan bo'lar edim. Mana shu proyekt haqida ma'lumot beradi. Ya'ni, misol uchun bu yerda aytaylik, mana bu proyekt haqida ma'lumotni ko'rmoqchimiz. Mana bu proyektni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerdan kod orqali yuklab olish mumkin. Albatta, qo'shimcha ravishda mana bu yerda misol o'sha proyekt haqida ma'lumot berib o'tilgan. Xuddi shunaqa ma'lumotlarni berib ketish mumkin. readme.md fayl orqali. E'tibor beramiz, mana bu yerda bizda repositoriyalar soniga. Bizda 105 ta repositoriy bor. Bunga ptechka qo'yib ketamiz. Aytaylik, description yozib ketishimiz mumkin. Bu shu repositoriy haqida ma'lumot. Ushbu aytaylik repo, qisqartirib repo deyishimiz mumkin. Repo Telegram bot aiogram kutubxonasi bilan ishlash darsliklari jamlangan. Ushbu repoda deymiz. Mana bo'ldi. Shu haqida ma'lumot berib ketdik. Ya'ni buni hozir qayerda chiqishini ko'rib chiqamiz. Create repository. Berilgan nomlarni hammasini tahrirlash mumkin. Bu yerda aytayapti, mana bo'ldi. Buni push qilish kerak, ya'ni yuborish kerak. Publishni bilamiz, albatta, yuboramiz. Aytayapti shu yerda, misol uchun bu description, bu nomi bo'ldi deyapti. Shu yerda o'zida ham tahrirlasak bo'ladi, ammo buni yaratib bo'lgandan keyin ham tahrirlasak bo'ladi. Keep, ya'ni private hamda misol uchun ochiq, ya'ni keep in private degan narsalar bor, inglizda bilamiz albatta. Ya'ni buni agar repositoriyimizni ochiq qilmoqchi bo'lsak, mana bu yerda misol uchun public yuborilgan, hamma ko'rish mumkin albatta. Bu yerda private'lar ham bo'lishi mumkin. Menimcha ko'p repositoriylarni to'g'risi private qilmayman, sababi boshqalar ham foydalanishini istayman. Men boshqa joyda, o'zimning kompyuterimda yoki boshqa joylarda saqlayman. Agar misol uchun private loyiha bo'ladigan bo'lsa, mana misol uchun bittasi private, ya'ni yashirin. Buni hech kim ko'ra olmaydi. Boshqa akkauntdan kirib, misol uchun hech kim ko'ra olmaydi. Bu faqatgina o'zimga ochiq bo'ladi xolos. Buni boshqa birovga ochib berishim ham mumkin. Biz o'sha repositoriyimizni ochiq saqlamoqchimiz. Keyinchalik misol uchun mana bu loyihani ham yashirin qilib qo'yishimiz mumkin. Albatta, hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q. Publish repositoryni bosamiz. Xo'p, repository yuborildi. Repository haqida ma'lumotlarni biz mana shu joyda ko'rib olishimiz mumkin, ya'ni saytga to'g'ridan-to'g'ri chiqib ketadi. Bu yerda ko'ramiz, hozir o'sha mana 106 ta repository bo'ldi. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana Telegram bot lessons degan repositoryni qo'shdi. Mana bu yerda hali hech qanaqa papkalar ko'rsatmayapti. Papkaning ichida ma'lumot bo'lsagina ko'rsatadi. Mana descriptionimiz. Mana bu yerga descriptionni chiqarib qo'yadi. Endi e'tibor beramiz. Biz o'sha description, ya'ni bu yerda endi mo'y faylni opishimiz ham mumkin. Albatta, hech qanaqa kerak yo'q. Bu yerdan Visual Studio orqali ochamiz. Xo'p, mana bu yerda birinchi papkamiz bor. Xuddi shunday qilib ikkinchi papkani ham ochishimiz mumkin. Ya'ni 02-dars. Albatta, misol uchun aiogram funksiyalari bilan ishlash. Biz qancha papka ochsak ham bu papkalar GitHub Desktop ko'rmaydi. Sababi hech qanaqa papka bo'sh bo'lgani uchun, ichida ma'lumot bo'lmagani uchun ularni ko'rmaydi. Biz birinchi darsimiz ichiga ma'lumot yuklaymiz. Misol uchun aytaylik main.py, ya'ni asosiy.py deb yangi faylni yaratamiz. Ichiga hech qanaqa ma'lumot yozishimiz shart emas. Mana bu papka yaratildi degan ma'lumotni ko'rsatyapti. Buni yuboramiz albatta. Publish qilishimiz mumkin. Endi bu yerga biz ushbu kodni olib kelamiz. Xo'p, bizda mana bu yerda kod bor. Bu kod qayerdan olingan deyishimiz mumkin. Albatta, mana bu yerda ko'rsatib o'tib ketaman. Albatta, bizda aiogram o'zining maxsus kutubxonasi bor. Aiogram nima? Biz aiogram darsliklariga to'xtalamiz. Biz Telegram bot darsliklarni boshladik. Ya'ni biz GitHubni hisob yaratishni hamda o'sha hisobga kirishni, undagi ma'lumotlarni qanday tahrirlashni ko'rib chiqdik.
Endi biz Telegram bot yaratishni ko'rib chiqamiz. Bizda iogram.dev veb-sayti bor. Bu veb-sayt nima? Telegram botlar asosan bizda misol uchun aytaylik, bir nechta Telegram botlarni bilamiz. Mana bu yerda misol uchun o'zimizning Telegram botimiz ham mavjud. Aytaylik, mana bu botlarning deyarli barchasi bular backendda yaratiladi. Frontendcha deyishimiz mumkin. Frontend bu Telegramning o'zi bu bitta frontend. Ya'ni bular albatta Telegramning o'zi bitta frontend sifatida ishlab bera oladi. Biz faqatgina backend kodini yozishimiz kifoya. Backend kodini yozish uchun albatta bizga IP lar kerak bo'ladi. Ya'ni IP bizda mana shu misol uchun iogram kutubxonasi taqdim qiladi. Bular haqida dokumentatsiyasini ham o'qishimiz mumkin, PyPy da ham ko'rishimiz mumkin. Albatta, mana bu yerda PyPy orqali projektni ko'rishimiz mumkin. Mana PyPy da pip install iogram deb turibdi. Bizda ya'ni pipni o'tgan darsimizda ko'rganmiz, qanday o'rnatish. Bizga pip iogramni o'rnatish. Buni o'zini ham rasmiy sayti bor. O'zining rasmiy saytida o'sha bloglarni yuritib boradi. Unda qanaqa o'zgartirish kiritdi, yangi funksiyalar qanday qo'shildi, shular. Eslatib o'taman, ya'ni bizdagi ma'lumotlar juda ham ko'p. Ya'ni biz misol uchun barcha kutubxona haqida deyarli barcha ma'lumotlarni bera olmaymiz, chunki bu yerda ma'lumotlar juda ham ko'p. PyPyda shu sababli asosan ko'p ishlatiladigan misol uchun Telegram bot darsliklarini boshlaymiz. Bizda standart bitta kod berilgan. Mana shu koddan foydalanib, misol uchun biz ham mana bu kodni yozdik. Endi bu yerda misol uchun men o'zbekcha izohlardan ham foydalanganman. Shu sababli o'zim kodimdan foydalandim. Bu yerda e'tibor beramiz. Kodimiz o'ziga to'xtalaman. Sariq bilan belgilab ko'rsatdi. Chunki menda git bash bor. Bu git bashning vazifasi. Mana bu yerda misol uchun yangi kodda qanaqadir o'zgartirish kiritilinsa, buni GitHubga yuborishing kerak degan ma'noni beradi. Commitni bosamiz, albatta buni ham pash qilib yuborib yuboramiz. Saytda ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda yangilayman sahifani. Yangilaydigan bo'lsak, mana bu yerda birinchi papkani qo'shdi. Buni ochadigan bo'lsak, albatta mana bu main.py ni ko'rishimiz mumkin. Mana ya'ni saytda ushbu kodimiz chiqdi. Maslahat beraman, deyarli barcha yozgan kodlaringizni mana shu joyda saqlab borishingizni. Endi bizga iogramni o'rnatish, ya'ni ushbu veb-sayt kerak emas. Ya'ni bu sayt haqida ma'lumotlarni shu sayt o'zida ham olishingiz mumkin. Blog sahifasida o'sha deyarli barcha misol uchun kodlarni qanaqa o'zgartirish kiritilganlarini hammasini ko'rib borishingiz mumkin. Endi PyPyda misol uchun buni qanday o'rnatish mumkin? Pip install iogram. Buni nusxa olamiz albatta. Nusxa olish uchun belgilab nusxa olishingiz ham mumkin yoki mana bunga bir marta tegishingiz o'zi kifoya. Endi bu yerdan terminalni ochamiz albatta. Buni o'zidan ham terminalda ochsak bo'ladi yoki mana bu yerdan ham cmd ni ochishimiz mumkin. Bu yerga pip install boyagi buyruqni kiritamiz. Undan oldin menda o'rnatilgan uni install qilamiz. Uninstall iogram. Ya'ni haqiqatan o'chirmoqchimizmi deyapti. Ha, albatta o'chirib ko'ramiz. Sababi men qaytadan o'rnatmoqchiman. Shu sababli men buni bir marta o'chiraman. Xo'p. Bu yerga mana bu buyruqni kiritamiz. Pip install iogram. Ya'ni mana bu buyruqni o'zi kifoya. Pip install iogram. Enterni bosamiz va biroz kutamiz. Eslatib o'taman, ya'ni internetga ulangan bo'lishimiz kerak. Ya'ni bizda hozir mana Azens kabel orqali ulangan. Xuddi shunday qilib internetga ulangan bo'lishingiz kerak. Endi pip show iogram deb tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana bizda iogramda 3.20 versiyasi o'rnatilgan. Iogram. Xo'p, bizda mavjud. Endi undan foydalanishimiz kerak. Bizda mana bu kod, standart kod bor. Albatta, unga qo'shimcha ravishda mana bu yerda misol uchun Async misol uchun defection funksiyalari bor. Aytaylik, bu yerda funksiyalarda alohida to'xtalib ketamiz. Albatta, undan oldin yuqoridan boshlaymiz. Import Async, ya'ni hozirgi paytda yangilangan funksiyalar Async orqali olinadi. Defection shunchaki defection emas, Async orqali olinsa biroz xavfsizroq hisoblanadi. Keyingisi os, ya'ni bizda mo'y fayllar bilan ishlashda os degan tushuncha ham bor. Endi get anywhere, ya'ni bunga hozir to'xtalamiz mana bu ikkalasiga. Keyingisi iogramda o'zini iogram kutubxonasining ichidan bot hamda dispatcher. Bularga dispatcherga alohida keyingi narsaga to'xtalamiz. Command, ya'ni misol uchun bizda start yoki misol uchun boshqa botlarga kiradigan bo'lsak, boshqa buyruqlar ham bor. Ya'ni misol uchun aytaylik, mana bot fazerga kiradigan bo'lsak, mana bu yerda buyruqlar bor. Ya'ni new bot, my bot, my apps, misol uchun my game, shunga o'xshagan komandalar. Misol uchun bu startga, ya'ni o'sha komandalar uchun javob beradigan mana filters. Keyingisida types, ya'ni misol uchun yozilganda aytaylik message, ya'ni bu yerda misol uchun botlarga qanaqadir xabarni ham yozishimiz mumkin. O'sha xabarlarga nisbatan misol uchun beriladigan reaksiya. Keyingisi load .env nima uchun ishlatiladi? Misol uchun aytaylik, Telegram bot fazer nima uchun kerak? Kodimizga to'xtalib turamiz hozir. Ushbu Telegram tomonidan ishlab chiqilgan bot fazer, ya'ni botlarning
otasi degan ma'noni beradi. Bunda nima qilamiz? Misol uchun aytaylik, bizda yangi bot yaratmoqchimiz. O'sha bot uchun bizga IP kerak. Ya'ni biz IP dan foydalanamiz. Buning uchun biz bu botimizga start buyrug'ini beramiz. Albatta, birinchi kirgan vaqtimizda bu yerdan new bot komandasini bosamiz. Botingiz uchun name bering deyapti. Misol uchun IT ijodkorlari test deb biz nom beramiz. Ya'ni xuddi mana bunday botimiz uchun nom ketadi. Xo'p, test deb beramiz. Albatta, mana endi bu yerda username tanlang deyapti. Mana bu yerda misol uchun bizda botimiz uchun itkLMS chiziqcha bot. Xuddi shunday qilib oxir bot bilan tugasin demoqchi. Misol uchun aytaylik, IT ijodkorlar bot yoki robot bilan tugashi mumkin. Xo'p, xatolik ketibdi, ijodkorlar. E'tibor bering sizlar, chunki bu yerdagi misol uchun ma'lumotlarni keyinchalik tahrirlash imkoniyati bor. Albatta, birozgina xatoliklarga duch kelib qolishingiz mumkin. Xo'p, IT ijodkorlar chiziqcha bot tugadi. Bizga band emas ekan, albatta band bo'lganda bizga band deb berardi, boshqa tanla degan bo'lardi. Mana bu yerda bizga IP bermoqda. Mana bu IP-si ustiga bitta bossak nusxa oladi. Albatta, ushbu botimizga kirib start komandasini bosishimiz mumkin. Mana bizning botimiz tayyor. Bizda mana start komandasini bosamiz. Bizda hech qanaqa javob qaytarmaydi, chunki bu hech qanaqa backendga ulanmagan. Bu shunchaki frontendning o'zi. Xuddigina bitta saytga kirgan vaqtimizda, misol uchun hech qanaqa javob qaytarmaganda, qancha start komandasini bossak ham bizga javob qaytarmaydi. Endi bu yerga misol uchun mana bu bot token degan joyga aslida kiritishimiz kerak, ammo eslatib qo'yaman, agar bu yerda misol uchun IP token to'g'ridan-to'g'ri kiritadigan bo'lsak, ammo bizda misol uchun GitHub'imizdagi mana bunday qilib misol uchun papkamizdagi ma'lumotlarni kimdir o'qiy oladigan darajada ochiq bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda bot tokenimizdan foydalanadi. Ya'ni bizda botimizni boshqalar boshqarishi mumkin bo'lib qoladi. Shu sababli men eslatib o'taman. Ya'ni bot tokenlarni yashirin saqlangsizlar. Ya'ni yashirin saqlash yo'li bu yerda env. Env nima? Misol uchun .env ni ochamiz. .env eslatib o'taman. .env. environment degan ma'noni beradi. Bu yerda misol uchun bot tokendan foydalanamiz. Mana bu yerda bot token teng misol uchun o'sha boyaga aytaylik, mana bu ma'lumotni kiritamiz. Mana bu yerda boyaga ma'lumot kiritildi. Ya'ni bizning bot tokenimiz o'shanga teng bo'ldi. Endi nima uchun .env? Bizda misol uchun bu .env ni biz GitHubga repo qiladigan bo'lsak, mana bu yerda o'sha env ni yuboryapti. Endi bu yerda misol uchun git ignore degan narsa bor, ya'ni o'sha ma'lumotlarni biz yubormaydigan qilishimiz ham mumkin. Ya'ni biz moy faylni ochamiz, albatta loyihalar papkasiga o'tamiz. GitHubda misol uchun aytaylik bitta ma'lumotlardan aytaylik mana bu yerda. Xo'p, bizda bor mana bu git ignore. Ushbu ma'lumotdan nusxa olamiz, albatta bu yerga tashlaymiz. Sababi bu yerda mana belgilab ketganmiz .env. O'sha env faylni bu aytaylik mana bu repositoriyalarga chiqarmaydi. Bu yerda mana bu yerda repositoriyalarimiz bor. Repositoriyalarga chiqarmaydi. Ya'ni mana bu yerda biz env faylimiz aslida bo'lish kerak. Albatta mana bu fayl bo'lmaydigan bo'lsa, bu fayl bo'ladi. Mana bu env fayl ham chiqib ketib qoladi. Ya'ni GitHubga chiqib ketib qoladi. Mana bu yerga GitHubga kiradigan bo'lsak, mana bu yerga env faylni ko'rmadi. Buni pash qilib yuborib ko'ramiz. Xo'p, e'tibor bergan bo'lsangiz, mana main payni papkasi kiradigan bo'lsak, bu yerda env fayl yo'q. Sababi biz mana bu yerda git ignore faylning ichida env ni yuborma degan buyruqni berib qo'ydik. Git ignore. Ignore degan so'zni bilamiz. O'zi misol uchun tabiatdan ishlatib turamiz. Mana bu yerda misol uchun bu faylimiz secretni saqlandi. Qachonki mana shu kompyuterning o'zidan o'sha faylni ishga tushiradigan bo'lsak-gina ishga tushadi. Endi misol uchun bu faylni olmasdan turib, misol uchun aytaylik, to'g'ridan-to'g'ri olmoqchi bo'lsak, unda biz mana bu yerda qo'sh tirnoq ichida mana bunday qilib o'sha faylni belgilab ketishimiz mumkin. Uzr so'rayman, albatta. Mana bu IP ni berib ketishimiz mumkin. Endi ishga tushiradigan bo'lsak, to'g'ridan-to'g'ri IP ni o'zida ishga tushadi. Lekin mana bu yerda ham misol uchun o'sha IP ko'rinib qoladi. Albatta bu botimiz xavfsiz saqlanmagan hisoblanadi. Endi mana bu yer, ya'ni .env albatta shu joyda kerak bo'ladi. Xo'p, .env uni o'rnatish ham kerak, albatta. Mana bu yerda terminaldan ham o'rnatishimiz mumkin. pip install. Mana bu komandani yozamiz. get.env yoki .env. .env ni yozamiz, albatta. .env bizda bor edi, adashmasam men o'rnatgan edim. Mana bu yerda o'rnatilmagan ekan .env. get.env ham bor, albatta. get.env ham o'rnatishimiz mumkin. get.env. Mana get.env bor ekan, .env yo'q ekan.
Shu sababli xato bizda mana xatolik emas, uzun olganda bu bor degan ma'noni bermoqda. Xo'p, clear qilamiz albatta. Bu yerda mana kodimizni yangilab ko'radigan bo'lsak, yuborib albatta. Xo'p, bitta yangilaymiz. O'sha IP'miz ko'rinib qoldi. Bu haqida Pythonda GitHubda o'zi ham ogohlantirish beradi albatta. Bundan foydalan, ya'ni bundan foydalanmasang ma'lumotlaring ochiq saqlanib qoladi. O'shaning uchun foydalan degan ma'noda bizda elektron pochtamizni ham uzluksiz bildirishnomalar yuborib turadi. Endi mana bu papkamizni ichiga kirib olamiz. cd 01, ya'ni topib bo'lsamiz, mana bu papkani ichiga kirib oldim. Endi Python main.py kodimni ishga tushiraman. Ishga tushirdim. Menda internetga ulangan bo'lishi kerak, albatta. Internetga ulangan mana bu yerda bizda ya'ni kompyuteringiz internetga ulangan bo'lishi shart. Xo'p, endi bu yerda misol uchun start komandasini bosamiz. Mana start komandasini bossak, hello I am bot create in iogram, ya'ni men iogram orqali yaratilgan botman salom degan ma'noni yubormoqda. Ya'ni bizning botimiz ishga tushdi. Endi ya'ni bizda foydalanilgan kutubxonalar bizda iogram hamda get env bo'ldi xolos. Hozircha shunday. Ya'ni keyinchalik misol uchun o'sha fayllardan ham foydalanishimiz mumkin. Bizda hozir faqat start komandasiga buyruq berdik xolos. Command start, ya'ni handler. Buni to'g'ri tushuntiradigan bo'lsak, db message, ya'ni messageda komandada start bosilsa, funksiyalardan command start funksiyasi ishga tushsin hamda misol uchun o'sha xabarni yuborsin deyapti. Bizda mana bu xabar messagega teng. Ya'ni agar noma'lum bo'lsa, hech qanaqa javob qaytarmaydi. Uni esa bot tokenda main kategoriyada ishga tushiradi. Agar kodimiz main bo'lmasa, uni main sifatida qabul qilib oladi. Mana bu yerda hech qanaqa ma'lumot ko'rsatmayapti. Bu shunchaki ishga tushib turibdi. Buni to'xtatish kerak-ku deyishimiz mumkin. Buni to'xtatish uchun Ctrl S tugmasini bosish o'zi kifoya. Ko'pchilik shu yerda xato beryapti deydi. Yo'q, biz bu siklni to'xtatganimiz uchun bizga shunchaki runtime errorni qaytaradi xolos. Uni clear qilib tozalab tashlashimiz mumkin. Ya'ni bizda Telegram botimiz o'sha yaratilindi, mavjud. Ya'ni unga endi nom berishimiz o'zi kifoya. Agar biz bu yerda misol uchun get env orqali olmoqchi bo'lsak, mana bunday qilib berishimiz ketadi. Mana shu usulda ham berishimiz mumkin. Xo'p, clear qildik. Mana bunday qaytadan ishga tushiradigan bo'lsak, albatta botimiz yana ishga tushdi. Mana yana start komandasini berishimiz mumkin. Mana bu botga o'tib start komandasini bossak, mana o'sha botda ishlamoqda. Agarda shu yerda envda misol uchun qanaqadir bot tokenda IP'sida qanaqadir xatolikka yo'l qo'yadigan bo'lsangiz, siz botingiz albatta ishlamaydi. Keyinchalik misol uchun main.py ga qanaqadir o'zgartirish kiritadigan bo'lsangiz, avtomatik terminal yangilanmaydi. Xuddi shunga o'xshagan ba'zi bir xato va kamchiliklar ketishi mumkin. Albatta kodimizni ko'rishingiz mumkin. Yoki o'zingiz foydalanib ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Keyingi darslarimizda albatta ushbu botlarga funksiyalar qo'shish, ma'lumotlar bazasidan foydalanish, shunga o'xshagan ma'lumotlarni ko'rib chiqar ekanmiz. Xo'p, ya'ni bot fazer orqali biz IP yaratdik. Mana bu bot fazerning havolasi albatta. Xo'p, keyinchalik esa mana bu yerda misol uchun IP oldik. Endi misol uchun o'sha IP hammaga ochiq bo'lib qoldi. O'sha IP ni yashirish kerak. Mana bu yerdan mybots komandasiga bosasiz. Bu yerda o'zingizning mavjud botlaringiz kelib chiqadi. IT ijodkorlar yozuvchi bot. Bu yerdan IP tokenga o'tamiz yoki shu yerga misol uchun botingizga albatta rasm qo'yishingiz yoki shunga o'xshagan ma'lumotlarni ham sozlamalardan qo'yishingiz mumkin. Biz IP tokenga o'tamiz. Mana bizning tokenimiz. Ushbu tokenda wake current in token ni bosadigan bo'lsak, bizda tokenimiz yangilanib ketadi. Ya'ni boshqa tokenga almashadi. Eski token ishlayotgan token bo'lishi mumkin, albatta unda joriy qilinmay qo'yadi. Misol uchun mana bu terminalimiz ishlayapti. E'tibor berasiz. Revoid ni bosadigan bo'lsam, token o'zgardi. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda o'sha xatolik berib boshladi. Ya'ni eski tokenga ulanib ko'radi. Eski token javob qaytarmagandan keyin xatolik beraveradi. Xo'p, buni to'xtatib qaytadan ishga tushiradigan bo'lsak, unda yana xatolikka duch kelamiz. Ya'ni eski token ishlamadi mana. Ya'ni tokenda aytayapti Telegram server size, ya'ni ushbu Telegram servering ishlamayapti degan ma'noni bermoqda. Xo'p, xuddi shunday qilib Telegram botlar yaratiladi. U yerda misol uchun bot kodlarimiz bor. Mana bu yerda xuddi shunday qilib foydalanishni maslahat bergan bo'lar edim. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda readme.md fayl bor. Ushbu md faylga biz o'sha fayllarimizni misol uchun haqida ma'lumot yozib qo'yishimiz mumkin. Bu yerga ma'lumotlar yozish chog'ida ehtiyotkor bo'ling sizlar, chunki misol uchun sizning proyektingizda kimdir agar ochiq bo'ladigan bo'lsa, kimdir uni yuklab olgan vaqtda
uni to'liq ishga tushirish qo'lyozmasi bo'lishi kerak. Sababi bu albatta proyektingizni kimdir ko'rayotgan vaqtda sizga yordam beradi. Telegram botlar darsligimizni shu joyda yakunlaymiz. Ya'ni yangi repository yaratish, GitHub bilan ishlash. O'zi GitHub nima uchun kerak? Eslatib o'taman, GitHub dasturchilarning yuzi. Ish uchun, misol uchun, karyera uchun albatta GitHub Netscope bizga doimiy ravishda yordam beradi. Telegram ham albatta bizga yordam beradi. Telegramda misol uchun qanaqadir botni olib, uni serverda ishga tushirib qo'yishingiz mumkin. O'zingizning shaxsiy botingiz bo'lib qoladi. Telegram botlarini bilamiz, har xil turlari bor. Misol uchun musiqa yuklaydigan, video yuklaydigan, musiqa izlab topib beradigan, misol uchun qanaqadir yana phishing usullarini qilib beradigan botlar ham mavjud. Yo'q emas, albatta, hozirgi paytda bot tushunchasi menimcha deyarli barchada bor. Bu haqida ma'lumot berish menimcha keraksiz yoki noo'rin deb bilaman. Barchangizga video darsligi uchun rahmat. Sizlardan bittagina podeshka, video uchun like bosing hamda qo'llab-quvvatlash uchun a'zo bo'lib qo'yishingizni maslahat bergan bo'lar edim. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling sizlar.